aka sigaret chekib o'tiribdilar, semchga chaqib o'tiribdilar. Hello. O'rtoqlar, mana men kelib oldim. Tojikistondan o'tib Afg'onistonga keldim. Hozir biza hojatxonaga kirib chiqqandim. Mana bunaqa joyga keldik. Mehmonxona ekan, bu chet ellik mehmonlar kelishadi. Vizasi bo'lmaganlar mana shu joyga kelib dam olishar ekan. Keyin 2 kun ichida ularga viza berishar ekan. Oldingi hukumat davrida 2 soat ichida viza berishgan ekan, bir necha soatlar ichida. Hozir esa 2 kun ichida. Mana shu joyga kelib joylashar ekan, viza bergandan keyin bemalol o'tsa bo'ladi deb aytishdi. Xullas, mana bunaqa joy bu yerda odamlar dam olishyapti. Mana bunaqa joylarda bemalol futbol o'ynashyapti, voleybol. Chet elliklar kelib shu yerga joylashar ekan. Meni hozir Afg'oniston haqidagi videoyim, birinchi videoyim mana boshlandi. Endi ketdik. Bu yerda Afg'on aka sigaret chekib o'tiribdilar, semchga chaqib o'tiribdilar. Hello.